Tashbaka uchadi desa ishonmasmi deylar. Ana biz tashbaqani uchishini qaranglar. Bez uchyapti o'zi ham Mbappe 4 turibdi, 4ta. Aytishlar mumkin va Olympiakosga urib ham maqtana olasizlar. Olympiakos va Badrin Purushlar jamanda solmaydimi, to'g'risimi? Simchotga degan jamanda olmaydimi? 4 tur oldi zato. Bugun prosta o'zini qo'yverdi bolani. Bitta o'zi o'ynab ko'rchi, bunday jamandagi bolalar hijolat qilmasdan dedi. Bitta o'zi o'ynadi, voy ko'z tegib ketadi, penalti ham aralashtirib qo'ymasin, 4ta ham urami desam, ko'z tegmay bolalarga aytam 3 ta qo'yverishadi, normal, bir chekada ketamiz, shep deyapti, tap bo'pti dedim. 3 ta qo'yverishdi, ammo jicha Validol ichib ko'radigan o'yin bo'lib qoldi, ammo jicha. Bu Liverpool bizni yutdi-yu, men anaqa yo'q. Bizdan boshqa hammaga yutkazasizlarmi endi, voy? Nima mana shu hamma chamanda bizga yutkazib kelib turib, biz bitta o'ynab yutib qo'yib, keyin yana yutkazib qo'ya olasizlar. O'tgan safar yutkazmagan Bavariya qoldi deb ko'p gapirib berdilar, ko'z tegib ketdi, ular ham neraga tushib qolibdi.